Tongda bozorga ketyapman. Soat 3 bo'ldi. 50 ming so'm mol yuringlar. Mol jigarlari 70 ming so'm. Mana shu qo'limdagi hasp icheklari 140 ming so'm. 4 kilo atrofi mash. Mol tillari 90 ming so'm. Kalla go'shtlari 90 ming so'm. Maydalari 60 ming so'mdan bo'lyapti. Bu ot chakey go'shtlari ekan 85 bo'ladigan narx. 90 ming so'mdan bo'lyapti. Parda go'sht bu. Bu mahsulotlar hammasi mesniy. Bir narxlar bilan tanishtirib yuboring. 35 ming, 40 ming, 45 ming, 50 ming, 60 ming, 80 minggacha eng kattasi. Endi bundan arzoni yo'q, jigar. Dastlabki kerak bo'lsa, telefon raqamlarini ishlaydi. Ketib yuboring bunisini ham. 93lik 515 11 12. Do'stim, mana yog' bozoriga kiryapman. Yog'larda unaqa katta farqi bermas ekan. 22 minglik joyini ham ko'rdim. Uzog'i 30 ming so'm bo'lyapti. Mana tayyor qilib jizzaga so'ralgan joylari ham bor. Mana do'stim, xayr sog' bo'linglar. Narxlarni aytib yuboringlar, sizlardan necha pul bo'lyapti?